Baqara surasi 83-oyat odamlarga shirin so'z bo'ling deyapti. Odamlar bir-birlariga nisbatan shirin so'z bo'ladigan bo'lsa, chiroyli muomala qiladigan bo'lsa, ular orasiga shayton kira olmas ekan. Shayton shirin so'z insonni yo'liga yurgiza olmas ekan. Isro surasining 53-oyatida va qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsanu innash shaytona yanzaghu baynahum innash shaytona kana lil insani aduwwan mubina. Sadaqallohul azim. Alloh taolo aytayaptiki, bandalarimga ayting, og'izlardan faqat shirin va go'zal so'zlar chiqsin. Agar bunday bo'lmaydigan bo'lsa, shayton ularni orasiga buzg'unchilik soladi. Ya'ni shayton o'zini makr hiylalarini soladi. Og'izdan shirin so'z chiqmaydigan inson shaytonni nog'orasiga o'ynaydi. Shaytonni aytganini qiladigan bo'ladi. Shayton esa insonga aniq dushman. Dushmanimiz bo'lgan shaytonni yo'lidan yurmaslik uchun demak og'zimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Og'zimizdan faqat shirin so'z chiqishi kerak. Aks holda shayton ularni buzg'unchilik qiladi, shayton ularni yo'liga yurgizadi deyapti. Og'izdan shirin so'z chiqmaydigan. O'sha og'zimizdan o'sha boshqara olmadikmi, bo'ldi, tamom. Shayton endi yog'i bizni boshqaradi, o'ynatadi o'yiniga. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam al-kalimatu tayyibatu sadaqatun dedilar. Yaxshi so'z, shirin so'z bu sadaqadir dedilar Imom Muslim rivoyatlar. Yaxshi so'zni Alloh taolo kalomida buyuryapti. Yaxshi so'zlashlikka chaqiryapti. Yaxshi so'z chiqmaydigan bo'lsa, ular shaytonni yo'lida yuradigan insonlar deyapti. Og'izdan yaxshi so'z chiqmaydiganlari va yaxshi so'z gapiradiganlarga Xudo taolo ajr mukofotlar berishligini aytib o'tilyapti.